hozirgi kunga kelib arzon degan gap trend bo'lib ketdi. To'g'risi, arzon uy bilan qimmat uyni qatdan farqlasanglar bo'ladi. Bugun men sizlarga bitta uy obzor qilib beraman. Shu uyni xohlasanglar shu yon atrofdagi uylar narxi bilan solishtirib ko'ringlar. OLXlardan, tushunadigan bitta maklerlardan ham so'rab ko'ringlar. Agar arzon bo'lsa, kelib baraka qiladigan joyi. Yangiqayot tumani 8-qurilishdan 2-etajdan 66 kvadratga yaqin uyimizga chiqdi. 2 xona, 3 xona qilingan remontlar bilan tayyor holatda. Narxi bizning kanalda faqat $55.900. Qolganini Shohruh do'st sizlarga tushuntirib beradi. Uyimizning oldida bolalar maydonchasi, bolalar bog'chasi, maktabi, transport qatnovlari joylashgan. Metroga bir qadam 8-hududdan imенно shu narxda shunga o'xshash uylarni ko'pchilik izlab yurishadi. Uyimizda 7 qavatli binoni 2-qavatida joylashgan. Endi esa uyimizga kirib boraveramiz. Uyimizni ko'rishimiz mumkin, remontlari yaxshi holatda. Kirishimiz bilan mana shunaqa stroyniy shkaflar yasatib qo'yishgan. Deyarli hamma narsa qolyapti, faqatgina ba'zi mebel texnikalar chiqib ketadi. Uyimiz 66 metr kvadratdan tashkil topgan. 2 xona, 3 xona qilingan. Ko'rib turganingizdek, xonalarimiz katta-katta tushgan. Qo'shimchasiga uyimiz skvoznoy variant hisoblanadi. Ya'ni domni ikki tarafdan ham derazasi mavjud. Sanuzellarimiz alohida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Toza, ozoda holatda. Bu yoq tarafimiz uyimizning umumiy hojatxonasi. To'g'riga o'tganimizda oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Uyimizni ipoteka xizmati orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich $17,000 bilan shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.